O'zbekistonda stream qilishning qiyinchiliklari nimada? Endi biz paytimizda karantin paytida stream qilayotganimda hali O'zbekiston bunaqa narsaga tayyor emas edi. Umuman auditoriya bunaqa narsaga tayyor emas bo'lganim uchun juda katta heyt kelgan. O'zi stream qilishni birinchi bo'lib men boshlab berganman. O'zbekistonda to'g'risini aytganda-da, tipa keyin mendan keyin boshlandi-da bu narsa. Endi o'zim katta o'rmaganda, po faktu gapiryapman. Qiyinchiliklari heyt bo'lgan. O'zi mediaga endi kirib kelayotganimda heyt ko'rolmay odamlar meni so'kayotganini, meni yomon ko'rayotganini o'yladim-da. Kerakmi menga shu narsa deb, buni kelajagi bor. Sizlar meni поддержка qilsanglar ertaga sizlar возмущаться qilmaysizlar, voy men nimaga поддержка qilmagan ekanman bu bolani. Men mana 2026-yilga kelib O'zbekistonda kibersport rivojlanayotganini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Hammasi благодаря тому O'zbekiston auditoriyasi bu narsaga o'rgangan. Endi hozir mana streamerlar chiqyapti. Streamerlarni heyt qilish o'rniga bolalar поддержка qilishyapti. Men bu narsaga вообще maza qilib shu narsani поддерживаю.